Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Sizlarga Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan o'ta go'zal holatda juda kamyob bo'lgan velosipedimizni e'tiborlaringga tavsiya qilish maqsadida video joylayapmiz. Endi bu velosipedimizni hoji otalar, yosh katta akalar, solidniy bo'lib yuraman degan akaxonlarimizga tavsiya qilamiz. Hammaga birdek ma'qul bo'ladigan velosipedimiz. Ko'rishingiz mumkin, holatlari o'ta go'zal holatda. Egarlari, kojin egarlar bilan hamma yo'q joy-joyida bo'lgan velosipedimiz. Olasiz, minasiz, shunday tayyor narsa. Hamma yo'q deyarli radnoy.